Assalomu alaykum qadrdonlar, efirda Begimiz Rashidon va men Baxtiyorjon. Hammaga salom. Bugungi ishimiz tugadi. Rishtonda Miskinda 240 kvadrat joyga 30 talik teplaman degan Bag'dod tag'ida olib keldik. Yoqdik, hozir yarim soat bo'ldi. Grasga qo'yganman, обраткani 50 ga qo'yganman. Buni hozir 40 tur aylanyapti. 15 ta radiator qo'yganmiz, двухтрубный. Bu hozir 11 ta radiatordan keyin tomga chiqib ketganda, tomdan borib faqat shuni ko'rsataman. Mana shunaqa oddiygina qilib qildik. Kotelni yaxshi ham bek joyini topdik. Hozir ko'rsataman. Mana qadrdonlar, mana uydag'ida ikkita hammom tepalik bor. Keyin mana ichkari bitta, ikkita, uchta, to'rtta radiator, mana yerda keyin tomonda bitta, mana Sharifjon ham yuribdi. Havo chiqayapti qo'lda piyola bilan. Mayki ham bitta 50 ga 160 radiator qo'yganmiz. Mayta yana bitta xona ichkarida 120 ga 50, maytga 30 ga 180 qo'yildi. Mana bu yerdan keyin bu uylardan, bu uylar chuqurda ekan, eski uy. U tomonda yangi maytdan tomga chiqarib tashladik. Tomga chiqdik-da. Yoqqa tushib ketdik keyin. Bu yerda 15 metr ayvon. Mana shu yerdan chiqarib tom bilan olib ketib, darvozaxonaning o'rtasiga olib borib turib, o'rtadan bunga tushirdik. Расширительni o'sha yoqqa tepaga qo'ydik, 30 litr. Maylar kafelagan betlardan iloji bo'lmadi, o'tib tushdi. O'shaning uchun tom bilan olib o'tdik. Betni imaxona ekan. Betga balansировочный kranli 175 mingdan komplekt bor. Комнатный termostat deydi buni. Комнатный termostat. Buni misol qo'ysa, uni isidi. Qo'yib qo'ysa 5 dan 1 gacha, 0 gacha. Betga odam kerak o'tirmaydi. Bunday 2 ga qo'yib qo'ysa, 10 gradus, 15 gradus ushlab turadi. Mehmon keladigan bo'lsa, bitta ko'tarib qo'yadi. Xona ertalabgacha isitib qo'yadi. Bu haroratni, uyning haroratiga qarab turib ishlaydi. Bunisi ham o'shanaqa, parda. Bunga ham shunaqa qo'ydik. Bet mehmonxona. Mehmonxona 8 metr. Keyin darvozaxonaning ag'ida ham yana bitta uy bor. Ikkita uy daraj. Ana bunisi. Mana yerga bitta qo'ydik. Bu ham 120 ga 50 gradus mana necha o'tdi? Radiator tuzda 40 yaqin 40 gradus chiqyapti. Bu oxirgi tochkamiz. Maytga ham bitta qo'yilgan. Bu ham o'shanaqa. 120 ga 50. İşimiz mana tugadi. Bu 14-si, bu 15-si oxirgisi. Mana bu yerdan o'rtadan tushirganmiz. 32 da kelib turib, ikki tomonga 25 da tushirdik. 25 dan keyin 20 bilan termichka qilib o'tkazdik. Mana shunaqa gaplar, og'aynilar. Ishlar kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Telefon raqamimiz 90lik 277 46 64. Mana Yasminaxon. Mana shu uyni barishnasi. Sog' bo'linglar, paka.